Bugun menda 4 ta yangi linzalar bor, так что kelinglar ularni taqib ko'ramiz. Lekin undan oldin men konteynerlar bilan razberatsiya qilib olishim kerak, chunki bilan birga konteyner kelishini bilmagandim, shuning uchun o'zimga zakaz qilgandim. Bu konteynerlar bilan birga o'zi bilan mana bunaqa stikerlar chiqqan ekan. Chunki bularni mametga prям yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Hozir shuni qilaman. Вот так вот o'zi bilan birga nakleykasi и mana shunaqa figurkalar bor ekan. Ustiga figurka yopishtirar ekan. Tipa qop qog'ozi bilan. Вот так вот. Mana shunaqa milashchniy konteynerlar tayyor bo'ldi. Endi linza kiyamiz. Buramalab taqish kerak. Wow. Просто wow, mana buni qaranglar. Men yana anime effektli olganman-da. Chetki. Men ikkita tarafga taqmayman, ikkinchi tarafimga давайте boshqa linza taqib ko'ring. Mana bu ham anime effektli. Za kamera taqib keling, chunki qiynalib ketdim mana shu yerda o'tirib taqqunimcha. Endi mana shu ko'zni ko'rgandan keyin meni ko'zim qanaqa qilib jigarang deb o'ylashingiz mumkin. Давайте yana bittasini taqib ko'ramiz. Bitta seri linza bo'lishi kerak. Da, вот. Usini yechib, buni o'rniga seri taqib ko'raman. Bu yerda oynada qaraganimda seri linza qora bo'lib qolganga o'xshagandi. Hozir уже seri. Menga serisi ham juda ham yoqdi. Ko'ki ham yoqdi. Shunaqa konteyner, shunaqa linzalarim menda endi bor. Qaysi bir linza sizlarga yoqqanini kommentariyada yozib ketinglar. Bularning hammasini bo'lsa men qatdan olganimni отметка qilib ketaman. Hammaga rahmat, hammaga